Sizga aytishmadimi? Meni qamalib chiqqanimni ham. Uni ham aytishdimi? Aytishdi. 2 hafta o'tirgan ekansiz. Kimga turmushga chiqqanimni eshitgandirsiz? Uni ham yetkazishdimi? Yetkazishdi. Sodiqboy ekan. U siz ishqingizda devona bo'lgan ekan. Rosa ayyor ekansiz. Hammasini surishtirib bo'lib, mendan gap so'rab o'tiribsizmi? To'g'ri, odobsizlik qildim. Buning uchun sizdan uzr so'rayman. Bu yaxshi ish emas. Lekin ochig'i siz haqingizda yaxshiroq bilmoqchi edim. Mana. Bildingiz ham. Bo'ldimi? Endi xayrlashamiz.